Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, kanalimiz obunachilari. Bugun biz navbatdagi video yo'riqnomani sizga ko'rsatib beramiz. Bunda o'limni ro'yxatga olinganligi haqida ma'lumotnoma shaklini MyGo.uz platformasi orqali qanday qilib olish mumkinligini namoyon qilamiz. Xo'sh, xullas doimgidek Chrome orqali kiramiz. Bu yerda demak MyGo.uz platformasi bo'yicha o'tamiz. Sohalar yo'nalishida demak ma'lumotnomalar tizimini tanlaymiz. Bu yerda bizga demak o'lim haqida ma'lumotnoma demak yo'nalish bo'yicha o'tamiz. Xizmat narxi 18540 so'm ekan. Xizmatdan foydalanish qilamiz. Shundan so'ng bu yerda o'chilgan oynada arizachini ishonchli shaxs sifatida o'zimiz tanlab, keyingi tugmani tanlaymiz. Bu yerda vafot etganning familiya ismini yozishga to'g'ri keladi. Demak yozdik. Vafot etgan shaxsning tug'ilgan sanasi nazarda tutilgan. Demak belgiladik. Demak tug'ilgan yoki vafot etgan joyi hududi, demak viloyatni, tumanni tanlab oldik. Shundan so'ng demak vafot etganni fuqarolik holati dalolatnoma qayd etilgan sana. Endi bu to'g'rida kimdadir ma'lumot bo'lsa, aynan o'sha sanani kiritsa bo'ladi. Bo'lmasa talab etilayotgan ma'lumot yozilishi mumkin bo'lgan davr deyapti. Shu yerga taxminiy vafot etgan juda bir bilmasak, taxminiy vafot etgan davrni ko'rsatib o'tishga to'g'ri keladi. Ishonchli shaxs, qarindosh, qonuniy vakil demak tayida arizachiga birikib to'xtabdi. Bu yerda demak davom etamiz. Xo'sh, bu yerda qo'shimcha oyna ochildi. Demak ishonchli shaxsni qarindoshligi, manzili, telefon raqami va qarindoshda ishonchli shaxs qarindosh vakili elektron pochtasi. Bu yerda ham mayli pochtani kirib o'tamiz. Demak qarindoshni tanlaymiz. Endi o'zizga nisbatan kim bo'lsa o'sha holatida qarindoshlikni baribir asoslash kerak bo'ladi. Ishonchli shaxs tasdiqlovchi hujjat degan. Bu yerda biz demak ishonchli vakil sifatida demak zarur bo'lgan hujjatni, demak birinchi pasport nusxasi yuklangan. Demak bu yerda guvohnomani so'raydi deb o'ylaganim. Demak guvohnomani nazarda tutmagan ekan, adashmasam. Ikkalasidan bittasini yuklab yuborsa bo'ladi. Endi guvohnomani yuklaganimiz ma'qulroq deb o'ylayman. Sababi ikkita hujjat yuklab bo'lar ekan. Demak pasport va guvohnoma yuklandi. Shundan so'ng keyingi tugmasi bosiladi va mavjud oynadan ma'lumotlar birlamchi ko'zdan kechiriladi. Demak vafot etgan fuqaro, tug'ilgan yili, vafot etgan taxminiy sana. Shundan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Bu yerda demak bizda o'lim ro'yxatga olingan ma'lumotnomani olish bo'yicha invoice, qaysi yo'nalishda to'lov qilish masalalari invoice'ni chiqarib beryapti. Endi invoice'ni yuklab olish mumkin. Boshqacha yo'nalishda to'lov qilinadigan bo'lsa, bu yerda boshqa to'lov ilovalarida karta orqali to'lov, QR kod orqali to'lov, boshqa saytlar orqali to'lov, to'lovni bo'lib to'lash masalalari qo'yilgan. Xullas bugungi mavzuyimiz doirasida, ya'ni o'lim xatini, ma'lumotnomasini olish masalasiga bag'ishlangan bugungi video yo'riqnomamiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarni o'tkazib yubormaslik maqsadida kanalimizga obuna bo'ling.
like bosing va qo'ng'iroqchani bossangiz agar kelgusidagi videolarni o'tkazib yubormaysiz. O'z yaqinlaringizga ulashsangiz undan ham yaxshiroq bo'ladi. Sababi kimgadir zarurat bo'lib qolsa bu masalada murojaat yuborib biladi.